Assalomu alaykum hammaga. Siz My Film News kanalidasiz va bugungi videoda biz DC kino olamining yangi kino olamiga kiruvchi Tinchlikparvar serialining ikkala mavsumini ham tahlil qilamiz va serial haqida to'liq gaplashamiz. Tayyor bo'lsangiz, boshladik. Birinchi bo'lib, birinchi sezondan boshlasak, serial o'z joniga qasd qiluvchilar komandasi filmidan so'ng boshlanadi. Bosh qahramon Christopher Smith, ya'ni Tinchlikparvar film voqealaridan tirik qolgan holda uyga qaytadi. Uning oldiga Argus tomonidan Kapalak proyekti nomli maxfiy topshiriq beriladi. Begona maxluqlar Butterfly, ya'ni kapalaklar deb ataladigan begona parazit orqali nazorat qilinadigan insonlarni yo'q qilish, ya'ni o'zga sayyoradan kelgan kapalaklar odamlarning ichiga joylashib, ularni boshqarishadi. Serial davomida Tinchlikparvar va uning jamoasi ularni yo'q qilishi kerak bo'ladi. Serial davomida shu bilan birga Tinchlikparvar o'z oilaviy travmasi bilan ham kurashadi, chunki u yoshligida akasi bilan mushtlashib uni o'ldirib qo'ygan. Otasi esa har doim uning bu ishini yuziga solib keladi. O'zi hammasi otasini deb bo'lgan, chunki ularni otasi urushtiradi. Serialning sezilarli jihati shundaki, serial faqat qahramonlik haqida emas, Tinchlikparvar o'z jinoyatlari odatdagi zo'ravonligi va tinchlikni har narxda ta'minlash degan prinsip bilan kurashadi. Ya'ni bu serialda boshqa seriallarga o'xshab qahramon faqat yaxshi, zo'r, ideal emasligi ko'rsatiladi. Unda ham muammolar, jarohatlar borligi bu serialda aniq tushuntiriladi. Men aniq ayta olamanki, serial juda ham fantastik emas. Ya'ni bu serialdagi Tinchlikparvar Superman yoki yashil fonuslik qanaqadir qobiliyati yo'q. Yana Tinchlikparvar meta odam emas. Serialda ular kapalak missiyasini bajarishadi va ishni yopishadi. Yana shu mavsumda Tinchlikparvar o'z otasini o'ldiradi. Personajlarga kelsak, Tinchlikparvar u serialning asosiy qahramoni va uni Jon Sina gavlantirmoqda. Leota Adebayo Amanda Wallerning qizi. Amanda Wallerni bilmasanglar, o'zinglarni DC Morrisman demaylar. Yana serialni ko'rmaganlar bo'lsa, hozirdan aytib qo'yaman, serial juda ham qiziqarli, janglarga boy, so'kinishlarga ham boy. Qisqarib aytganda, 18 yoshdan kattalar mazah ko'radigan kino. Yana Tinchlikparvarning eng yaqin do'stlaridan biri bu mana bu yigit, ismi Qasoskor. U bilan Tinchlikparvar haqiqiy jinni. Serialni ko'rganlar bo'lsa biladi, bu ikkalasi birga bo'lsa borgan joyi raso bo'ladi. Har bitta gapida so'kinish bor. U qotil va juda kuchli va jinni ham. Yana ularning jamoasida Ekonomik va Emilia ham bor. Hammamiz o'z joniga qasd qiluvchilar komandasining ikkinchi qismida ko'rganmiz. Tinchlikparvar Rick Fleckni o'ldirib qo'yadi. Rick Fleck esa Emilianing yigiti va uning otasi Argus maxfiy hukumat tashkilotining boshlig'i. Argus bu DCning qalqoni va ikkinchi faslning asosiy syujeti shu Rickning o'limi uchun qasos bo'ladi. Ya'ni Rickning otasi qasos olish uchun Tinchlikparvarni har ko'yga soladi. Shu joyda bitta savol tug'iladi. O'zi rostdan ham Tinchlikparvar aybdormi? Yo'q. Filmning ikkinchi qismini ko'rganlar bo'lsa bilishadi, jang hayot uchun bo'lgan. Agar Tinchlikparvar Rickni o'ldirmaganda, Rick Tinchlikparvarni o'ldirardi. Endi ikkinchi fasl haqida gaplashsak, ikkinchi mavsumda serial yangi bosqichga o'tadi. Endi u faqat kapalak proyekti bilan emas, balki o'z ichiga dushmanlari va multi-olam bilan yuzma-yuz keladi. Syujet asosida Tinchlikparvar o'z oldidagi real qahramon bo'lish orzusini boshlaydi, lekin bu yo'lda o'z oilasi, otasi va ukasi bilan alternativ olamda duch keladi. Ya'ni bu serialda hech qaysi DC filmida ko'rsatilmagan multi-olamlar ko'rsatiladi va bu juda ham zo'r. U multi-olamlarga yerdagi o'zga sayyoraliklarning qurilmasi orqali o'tiladi. Ya'ni Tinchlikparvarning otasi o'rmonda ov qilishayotganda o'zga sayyoralikni otasi o'ldiradi va uning cheksiz xonalarga ega bo'lgan qurilmasini tortib oladi. Shu ma'lum bo'ldiki, bu qurilma bilan boshqa multi-olamlarga o'tish imkoni bor. Shu yo'l bilan Tinchlikparvar boshqa alternativ olamdagi o'zini o'ldirib qo'yadi va shu olamda o'zi o'ldirgan nusxasining o'rniga o'tib oladi. U yerdagi Tinchlikparvar haqiqiy qahramon, yulduz, ya'ni Emilia bilan ham munosabatlari zo'r. O'zining motosikli ham bor. U bir qancha muddat u yerda mazza qilib yashaydi. Yana u olamda otasi va akasi ham tirik bo'ladi. Ikkovi uchuvchi kostyum bilan qahramonlik qilishadi va Tinchlikparvarning do'stlari uni qidirib boshqa olamga o'tishganda shu ma'lum bo'ladiki, u olamdagi ikkinchi jahon urushida Gitler g'alaba qozongan bo'ladi. Yana qoidalar umuman boshqacha. Amerika ham Germaniyaga yengilgan ekan. Bu multi-olam, undan hamma narsani kutsa bo'ladi. Xullas, u olamda qora tanlilarni koloniyalarda saqlab
qulluq qilib ishlatishar ekan va tinchlikparvar do'stlari bilan ortga qaytadi. Bu vaqtda do'stlari bilan akasi va otasini o'ldirib qo'yadi. Ya'ni o'zi o'ldirmaydi, lekin sababchiman va men o'ldirdim deb vijdon azobidan qiynalib yuradi va ular qaytishgach Argus tinchlikparvarni qamoqqa oladi. Multiolamlarga kirish mumkin bo'lgan qurilmani ham tinchlikparvar ularga beradi. Argus har bir olamni, har bir eshikni o'rganib boradi va yerga o'xshagan joyni topishadi va u tepadagilarga o'sha olamni meta odamlar uchun qamoqxona qilishni taklif qiladi va bu uchun birinchi sinovdagi qahramon tinchlikparvarning o'zi bo'ladi. Lekin hozirdan aytib qo'yaman, tinchlikparvar hech qanday meta odam emas, tug'ma qobiliyati yo'q. Bu ishda Franklin Grillo bosh bo'ladi va o'g'lining o'limi uchun hali ham tinchlikparvardan qasos olishni to'xtamaydi. Ichida bo'lsa, Superman filmida Luthorning komandasi o'tirgan joy uchoqlarda. Aynan o'sha joyni Argus olgan va undan foydalanib meta odamlar uchun qamoqxona yaratishgan. Bu ishda Luthorning do'stlaridan biri Argusga yordam beradi va serialda Luthor ham cameoda chiqadi. Bu serialning 2-sezondagi voqealar Superman filmidan keyin bo'lib o'tadi. Shunday ekan, Superman filmini ko'rmasdan turib buni ko'rmang. Eski Superman aytmayapman, shu yil chiqqan Superman filmi. 2-sezon juda ham qiziqarli bo'lib, 1-sezonni har tomonlama ustun, grafika, syujeti, personajlari hammasida. Yana 2-sezonga multiolam ham qo'shilgani juda qiziq bo'ldi va mening fikrimcha, serialning 2-sezoni boshqa DC filmlariga aniq bog'langan va ta'sir qiladi. Serialning esa 3-sezoni chiqishi aniq, lekin qachonligi noma'lum. Shunday ekan, endi DC dan ham ko'proq proyekt kutamiz. U ham Marvel kabi masshtabli bo'lsa zo'r bo'lardi. Serial haqida hali yana videolar chiqaraman. Shunday ekan, va Film News kanalidan uzoqlashmang va sizlarga o'zimni Muhammadullo dizaynerimni tavsiya qilmoqchiman. Agar sizlarga dizayner kerak bo'lsa, Muhammadullo dizaynerlar qiladigan logo, avatarka, preview, banner, xullas dizaynerlarni nima qilsa hammasini qiladilar va tajribachilar. O'zim ham 1,5 yildan beri ishlayman. Shunga sizlarga ham dizayner kerak bo'lsa, bemalol opsiyaniyadagi linkdan o'tib zakaz berishingiz mumkin va tinchlikparvar serialining 2-sezonini ham siz o'zbek tilida yuqori sifatda Film News kino kanalidan ko'rishingiz mumkin. Xullas qisqa qilib aytganda, serial juda ham ajoyib. 18 yoshdan kattalar uchun mazza ko'radigan serial. Bugungi videoda sizlar bilan tinchlikparvar seriali haqida gaplashdik, tahlil qildik va video haqida va serial haqida savollar bo'lsa, kommentariy ochiq bemalol savollarni beraversanglar bo'ladi. Shunaqa qiziqarli videolarni chiqaraman. Shu uchun kanalga obuna bo'lib, like bosib, shunga o'xshagan qiziqarli videolarni o'tkazib yurmaslik uchun qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Bosib qo'ygan bo'lsangiz, hozircha xayr. Keyingi qiziqarli videolarda ko'rishguncha. Darkwave.